Telegramdagi bir xabar hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Ish bor, oyligi 3000, 5000 AQSh dollari. Hech qanday tajriba kerak emas, faqat qo'riqlash xizmati. Bugun internet va Telegram orqali aynan shunday takliflar ko'paygan. Odamlarga Rossiya, Ukraina yoki boshqa hududlarda yaxshi ish va'da qilishadi. Hujjat tayyorlab berishadi, yo'l xarajatini qoplashadi, hatto hammasi qonuniy deb ishontirishadi. Lekin ko'pchilik bitta haqiqatni juda kech tushunadi. Bu takliflar ortida harbiy harakatlarga jalb qilish yoki yollanma faoliyat bo'lishi mumkin. Eng xavflisi, bunday sxemalar aynan moliyaviy qiyin ahvoldagi insonlarni nishonga oladi. Oddiy ishchi, migrant, qarzi bor inson yoki tez pulga muhtoj yoshlar. Avvaliga sizdan faqat pasport so'rashadi, keyin anketa, keyin shartnoma, keyin esa ortga qaytish qiyin bo'lgan hudud. Shu yerda odamlar tushuna boshlashadi bu ish emasligini. Ammo kech bo'lishi mumkin. Chunki bunday holatlarda internetdagi yozishmalar, audio xabarlar, kartaga tushgan pullar, telefondagi fayllar hammasi dalilga aylanadi. Ko'pchilik esa bir xil gapni aytadi. Men aldanganman. Lekin tergovda buning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun internetdagi shubhali takliflarga ishonmang. Hech qanday harbiy yoki qo'riqlash shartnomalarini huquqiy tekshiruvsiz imzolamang. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday vaziyatga tushgan bo'lsangiz, vaqtni boy bermang. Erta murojaat kuchli himoya demak. Barcha murojaatlar sir saqlanadi.